Bu din Allohning dini. Din bu tarbiya. Din faqat ikki namoz bas akalar. Din faqat 4 ta surani yodlab olish emas. Qur'on faqat yodlash uchun tushirilmagan. Qur'on faqat o'qish uchun tushirilmagan. Qur'on faqat eshitish uchun tushirilmagan. O'ylamang bu yodlab olsam bo'ldi, jannat zelyonni deb. Yodlagan, eshitgan, o'qigan agar amal qilmasa jannatga kirmaydi. O'qimadi, yodlamadi, eshitmadi, lekin amal qildi, bu kiradi jannatga. Bechora 3 ta sura bilan yuradigan odammiz hammamiz. Inna atoyna, alhamdu, qul huvallohu ahad. Yana bitta ikkitamiz falaq noslarni qo'shganmiz. Xo'p, ilohim yana qo'shaylik. Zo'r. Lekin yana qayta aytaman sizlarga, Qur'on faqat yodlab qo'yarsizlar, chiroyli qilib ayinlarni chiqarib o'qib qo'yarsizlar, yo likkillab eshitib qo'yarsizlar deb tushirilmagan Qur'on. Amal. Xudo g'iybat qilma dedimi? Shu g'iybat qilma degan oyatni o'qigan qori g'iybat qilsa do'zaxga kiraveradi bu ham. Qorakaga do'zax yo'q degan joyi yo'q. Shu g'iybat qilma degan oyatni masala qilgan mulla domla g'iybat qilsa do'zaxga kiraveradi. Aldama degan, to'g'ri tarozi ishlat degan Xudo. Aldasa, noto'g'ri tarozi ishlatsa, o'lchovida aldasa, metrida aldasa, sifatida aldasa, kim bo'lsa u ham jahannamga ketaveradi.